Zamonaviy kasblardan nech pul topsa bo'ladi? Hozirgi kunda eng aktual kasblarni bilish uchun odamlardan so'rab ko'ramiz. Zamonaviy sohalarda nimalarni bilasizlar? IT, Videograf, mobilograf, targetolog, arxitektura, PR? Tushunmadim. Shunaqa kasb bor ekanmi? Hozirgi paytda eng aktual kasblardan biri bu PR ekan. Qisqa qilib aytganda, bitta brendni tanitib, sotuvini oshirib beradigan kasb. Bu kasb bilan siz oyiga $500 dan $2,500 topsangiz bo'ladi. Mobilografiya. Yaxshi mutaxassis bo'lganingizdan keyin oyiga $400 dan $2,000 topsangiz bo'ladi. Targetolog bu tayyor reklamli videorolikka kerakli auditoriyaga yetkazib beradigan odam. Misol uchun siz Instagramda ovqat videolarini ko'rib o'tirgan paytingiz sizga restoran yoki kafelarning reklamasi chiqadi. Bu soha orqali oyiga $300 dan $3,000 topsangiz bo'ladi. Shu hamma sohani o'rganish uchun ancha pul ketsa kerak deb YouTube ga kirsam, Ustoz AI kanalini ko'rib qoldim. Bu yerda mobilografiya, videografiya, montaj, IT no code, targeting, HR, PR, arxitektura kurslarini YouTube da professionallardan tekinga o'zbek tilida o'rgansangiz bo'lar ekan. Menimcha bunaqa sharoitlardan unumli foydalanib qolish kerak. Bu videoni shu sohalardan bittasini o'rganaman deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.